Leksimizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaşım. Devlet İşler Katibi John Kerry, Cungo'nun Janubi dengizini harbiyleştirgenligini tanqid qildi. Mavzuli xabar 2 ayning 18 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar katibi John Kerry, Jungo'ning Janubi dengizini harbiyleştirgenligini tanqid qildi. Buningdan burun bir xabarda Beijing o'zining kontrolligidagi lekin talash tartish bo'layotgan bir orolga yerdan qo'yib beradigan raketa o'rlashtirdi. Haftaning 3-kun Davlat ishlar katibi John Kerry mundaq ko'rsatdi. Biz Janubiy dengizni harbiylashtirmaslikni ko'p qatim ko'rsatib o'tdik. Jungoning raisi Xi Jinping o'tgan yili Washingtonga davlat ishlar ziyoratiga kelib, Prezident Obama bilan ko'rishganda Janubiy dengizni harbiylashtirmaslikka va'da bergan. Davlat ishlar katibi John Kerry mundaq ko'rsatdi. Lekin har kuni har bir paket shuni ko'rsatdiki, u yerda undaq yoki mundaq harbiylashtirish ko'payishga boshladi. Bu intayin og'ir masala. Davlat ishlar katibi John Kerry yana mundaq ko'rsatdi. Bir Jungo bilan bu to'g'rida suhbatlashgan edik. Men ishonaymanki, mushu masala bo'yicha bir necha kun ichida biz Jungo bilan jiddiy so'zlashamiz. 2 ayning 18 kun Jungoning Janubiy dengizida talash tartish bo'layotgan orol Yongshin dao orlig'iga raketa o'rlashtirganligi to'g'risidagi xabar tarqalgandan keyin Amerika Davlat Majlisi Harbiy ishlar komiteti Dengiz Armiya ishlar guruhining raisi, Jungo komiteti aloqa bag'lash sepining o'rtaq raisi, Cumhuriyetçiler Partisining a'zosi Randy Forbes çarşamba kuni bu ish to'g'risida bayonot e'lon qildi. Jungoning Qizil bayroq 9-belgilik raketani Yongshin oroliga o'rlashtirganligini xalqaro jamiyat o'yg'otdi. Beijing bergan va'dasidan quruq va'da ekanligini isbotladi. Jungoning bu qilmishi bu rayonda buzg'unchilik qilish qaroriga kelganligini ko'rsatib berdi. Amerika va bu davlatning hamkorlashuvchilari bu rayonda erkin qatnash prinsipida ching turib keldi va yana ching turdi. Jungoning Yongshin dao orlig'iga raketa o'rlashtirganligi to'g'risida Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasi Harbiy ishlar komitetining raisi haftaning 3-kuni bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Harbiy ishlar komitetining raisi John McCain haftaning 3-kuni bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Mushu hafta Janubiy dengizda Jungoning qilgan atkanlari harakatlari oshkorildiki, Jungo davomli harbiylashtirish va zo'ravon vositalar orqali dengiz okean egilik huquq nishoniga yetmoqchi bo'lib, Rais Xi Jinping Janubiy dengizni harbiylashtirmaslik to'g'risida Amerikaga bergan va'dasiga xiloflik qildi. Jungoning bergan va'dasi quruq va'da bo'ldi. Prezident Obama Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari bilan yig'in ochayotgan shundaq bir paytda Jungo to'pitin durib orol yasabla qolmasdan yana Yongshin oroliga raketa o'rlashtirdi. Harbiy ishlarni o'rlashtirish mali abadiy yoki qisqa muddatlik bo'lsin, hammasi harbiylashtirish deganlikdir. Amerika texnik ko'p, buning uchun Amerika texnik ko'p usul qo'llanish kerak. Jungo Tashqi ishlar ministrining ministri Wang Yi ziyorat kelgan Avstraliyaning tashqi ishlar ministri Bishop bilan muxbirlarni kutilish yig'ini o'tkazganda, Jungoning o'zining kontrolligidagi orolda cheklik, zarur qo'g'dirish xarakterlik aslahalarni o'rlashtirganligi xalqaro egilik huquq va xalqaro qoida nizomlarga uyg'un keladi deb ko'rsatdi.